Gollandcha kesish degan kim eshitdi? Eshitgansizlarmi? Yo'q, mana eshitdim. Mana qaranglar. Boya aytdimmi, kesganingizdan keyin tegi bilan olsangiz yalang'och bo'lib qo'yadigan holat bo'lsa, gollandcha kesasiz. Gollandcha kesish mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni qiyog'on qilib. Yaroq qilibdi, buni tegidan chiqadigan oshon yotib chiqadi. Sekin o'suvchi. Terisi ham tez bitib ketadi. Shunaqa. Xo'p. Men buni ham chiqaraman. Shox ko'p ekan. Oy. Buni olamiz. Buni olamiz. Qizaradigan olmalar bo'lsa, ichidan ko'proq chiqarasiz. Yomon emas ekan. Hop. Keyin soddalashtiruvchi kesish degan narsa bor. 3 tali shox tursa, tovuq oyoq bo'ladi. O'rtasini urasiz. Ikki yonda bo'ladi. Ha, shunaqa. Hop,